Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 20-aprel 26-yil. Koreyskiy satinimizdan 10 ta 2,5 metrlik ko'rpachalarimiz, 10 ta yostiqlarimiz tayyor bo'ldi. Mana qovoqlarni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Lablubachalarini mana kapalakcha qilganman. Orqayi oldinni xohlaganda ishlatadilar. Mana lablubalari, qovoqlari. Yostiqlarimiz 60 ga 60 ko'rishlaringiz mumkin. Ichki choklari alohida hammasi overloga yopilgan. Mana zamoglar qo'yilgan. Hamma choklarimiz polni overlodan chiqib, ichiga alohida qoplar qilingan. Ko'rib baho beringlar. Bu zakasimizdan G'ijduvonga chiqargandim. Shu G'ijduvonga chiqargan zakasimni egalari Gulapam hozir xuddi shu narsani endi Romitanga apalari uchun, singillari uchun zakaz qildilar. Nasib bo'lsa bugun kechki paytga bu zakasimiz dastavkaga Romitanga chiqib ketadi. Hozir yig'ma holatini ham ko'rib baho berasizlar. Mana aziz opa singillarim, svitni o'chirib sizlarga video qilyapman, qovoqlarni ko'rishlaringiz uchun. Mana. Hozir endi men sizlarga svitni yoqib ko'rsataman. 10 ta ko'rpachamiz, mana 10 ta yostiqlarimiz. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, tikib tayyor qilib beraman. Mana yig'ma holatlarini ham ko'ringlar. Paxtasi qalin solingan, oppoq 25 ming so'mlik paxta ishlatilgan. Mana